Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz sezgi a'zolarining tuzilishi. Xo'p, sezgi a'zolari organizmda bir qancha funksiyalarni bajaradi. Bizning sezgi a'zolarimiz tashqi muhit bilan o'zaro bizni organizmimizni bog'lab turadi. Ya'ni sezgi a'zolari quyidagilarga bo'linadi: ko'ruv, eshituv, ta'm bilish, hid bilish va teri analizatorlariga bo'linadi. Teri analizor har bitta o'sha analizatorlar bosh miyaning ustki po'stloq qismida joylashgan bir qancha markazlar bor, o'shalar orqali boshqarilib turiladi. Xo'p, sezgi a'zolar bizni organizmimizni tashqi muhit bilan bog'laydi, ya'ni ko'ruv, eshituv, hid bilish, ta'm bilish va teri analizatorga har bittasidan taassurotlarni tashqi muhitdan qabul qilib, organizmni o'shalarga nisbatan javob reaksiyasini organizm qaytaradi. Xo'p, o'shandan ko'zni tuzilishini o'rganadigan bo'lsak, ko'ruv analizatori asosan ikki qismga bo'linadi. Ko'zning optik qismi va qo'shimcha qismlariga bo'linadi. Optik qismiga asosan gavhar, tomirli parda, oqsil parda, to'r parda kiradi. Qo'shimcha qismlariga esa kipriklar, qovoqlar, bular ko'z yoshi apparati, bular ko'zning o'sha qo'shimcha qismlariga kiradi. Xo'p, ko'zning gavharining eng ustki tomonida asosan 3 ta parda, tomirli, to'r parda va oqsil parda qoplab turadi. Gavharning ichki qismida shishasimon tana joylashgan bo'lib, o'sha shishasimon tana asosan nur singdirish xususiyatiga ega, ya'ni nur o'sha shishasimon tanada fokuslanadi va biz tashqi dunyodagi borliqdagi barcha jismlarni ko'ramiz. Ko'zning mana tuzilishi, ya'ni o'sha ichki qismida qon tomirlarga boy hisoblanadi. Ko'z qon tomirlarga boy va nerv sistemasi bilan o'zaro bog'langan. Bosh miyaning markaziy qismida o'sha ko'ruv markazi joylashgan bo'lib, ko'ruv markazi asosan ko'zdan kelgan signallarni qabul qiladi va unga javob qaytarish xususiyatiga ega. Ya'ni ko'zning mana qo'shimcha qismlari asosan qovoqlar kirib, qovoqlar ko'zni nima qiladi? Ko'zni namlab turish funksiyasini bajaradi. Ko'z yoshi apparati esa o'zidan o'sha sekret ishlab chiqarib, ko'zni namlab turish funksiyasini bajaradi. Ko'z yoshi apparatini ikkinchi yo'li burun bo'shlig'iga ochiladi. O'shaning uchun ham masalan burun yo'lini namlab turish funksiyasini ham bajaradi. Burun yo'limizni qurib qolishdan saqlaydi. Keyingi o'sha analizatorimiz eshituv analizatori hisoblanadi. Eshituv analizatori asosan tuzilish jihatdan 3 qismga bo'linadi, ya'ni tashqi quloq, o'rta quloq, ichki quloq. Tashqi quloqqa asosan quloq suprasi va tashqi eshituv yo'li kiradi. O'rta quloqqa esa Yevstaxiy nayi yo bo'lmasam Yevstaxiy nayi va tashqi quloq nog'ora pardasi ham deyiladi, keyingi nomi, va bolg'acha, sandoncha, uzangi suyaklari kiradi. Ichki quloq esa quloq labirinti kiradi. Tashqi quloqdan quloq suprasi tovushni yig'ib berish funksiyasini bajaradi va tashqi eshituv yo'liga uzatadi. Tashqi eshituv yo'lidan nog'ora parda va undan nog'ora parda o'rta quloqqa kiradi. Nog'ora parda va undan bolg'acha, sandoncha, uzangi suyaklariga urilib, tovush ichki o'sha labirintga borib uriladi va biz tashqi dunyodagi o'sha borliqdagi tovushlarni anglaymiz va o'sha tovushni ilg'aymiz. Ichki quloqni mana tuzilishi, ya'ni o'sha labirintdan tuzilgan bo'lib, uning ichki quloq suyuqligi bilan to'lgan bo'ladi. Bu o'z navbatida tovush kelgan vaqtida bosim asosida ichki quloq o'sha nimasi bo'shlig'iga uriladi va unda urilgandan so'ng biz tovushni anglaymiz.